Yunusobodda biza. Da. To'g'rimi? 2 etajli hovli tushunishim bo'yicha Farhod shu yerni sotib olgan edi. Farhod yeri boshqa joyda edi. Biz bu yerda korobka sostoyanida olib, davom ettirdik. Davom ettirib qurdingiz-a? 1,5 yilcha bo'ldi. Necha sotuvdingiz? 4 sotdik. 4 sotuv. Da. Ozgina mana ishlari qolgan, atak selim уже tayyor, kirib yashasa bo'ladi. Da, remont o'zingiz tushunasiz. Ozgina ish qoldi. Hozirda xonalar mana tushunishim bo'yicha. O'zi xonalar o'zi. Bugun iftorlik do'stlar. Little komandasi shu oilalari bilan bu yerda iftorlik qilishadi, gap yo'q. 90 kishini endi sig'dirishga majbur bo'ldik. 90 kishi. Da. Oho, hormaylar bola yaxshi charchadimi? Ko'rishlar mumkin. Charchamasizmi? O, ana. Bu ikkinchi etajdagi zal bu. Общий zdaniyamizda 7 ta xona, 2 ta hol, bitta kuxnya, bitta letniy kuxnya, ozgina zelen zonasi bor o'zini. Gap yo'q. Gap yo'q. Bu yerda ham mana spalniyalar tushunishim bo'yicha. Bu yerda mana. Oho, hamma yerga stol qo'ydingizmi? Ha, majbur bo'ldik chunki biz hovlida qilamiz deb o'yladik-da. Yomg'ir yog'ib qoldi. Yo'q, yomg'ir yog'ib qoldi. Gap yo'q, zo'r bo'pti. Cho'qli pollari bilan. Qarshi mehr berib quribsiz. Nima plan endi bu yerga? Bu yerda paka o'ylamoqmiz. Agar mamlakatga ham ko'chib kelamiz desalar, men hozir shu narsaga rozi edim, shu hammamiz shu yerda yashashga. Lekin baribir mamlakat onam Farhod remont qilgan, o'zlari o'tdi Farhod bilan qolgan xotiralar bilan yashashni afzalroq ko'radilar. Tanlov o'zlarida. Nima desalar shu. Sotib biznes qilamiz desalar, может biznes qilamiz. Agar yashaymiz desalar, biz yashaymiz. Yo'l ikkita, nima desalar, Farhod oilalari shu. Ona nima desa shu bo'ladi. Bo'ldi. Men Abdushiy sizga, o'sha komanda a'zolari hamma tarqalib yuribdi, bu yerda ishlanib qoldi. Tabriklamoqchiman birinchidan. Ikkinchidan Abdushiy maktab qo'ymoqchiman sizni. Xarakteringiz oson emas, Ulug'bek oson bo'la emas, bir ajoyibroq. Lekin og'ayni sifatida juda ham ko'p ko'zga ko'rinmas, chiroyli ishlarni qilib keladi. O'zim shaxsan bilaman. Har xil muammolar ham bo'lgan, hal qilgan, men uyni ham qurib bitiribsiz. Farhodni oyisiga qarab yurganingiz bu katta hurmatga ega narsa. O'shaning uchun Abdushiy hamma nomidan, o'zim nomidan rahmat deyman. Ishingizga rivoj tilayman. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlarning fikringizni tabriklab, izohda yozib olaylik.